Mana aka. O'zbekchilikda. Amin. Barakasini bersin. Allohu akbar. Qani? Ye, Olmatkor, Ye, Shokir, qalaysan? uylanib yo'qolib ketding-a? Ha, endi uylangandan keyin dam olish kerak ekanda. Menga zo'rida. Zo'ri bor. Kakras. Uylanmagan qo'shqori go'shidan bor. Qalay? O, davay. Shunisidan Bo'ldi. Nechta? 4 ta. Ishtahang ochilib ketibdi. Bo'ldi, o'tir, qo'yaman. Ha, bo'pti. Ye, Xolmatjon, xolmang. Xonamiz bo'shmi? Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Kelyapsizlarmi? O'tinglar, o'tiringlar. Dada, ehson beraylik. Yo'q o'g'lim, bu odam ehsonga muhtoj emas. Yur ketdik. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Ola qoling. Bu menning ehson. Barakalla. Buni senga kim o'rgatgan? Dadam o'rgatganlar. O'g'lim, men senga nima dedim? Ehson ehtiyojmandlar uchun. Bu odam o'ziga ehson yig'ib o'tiribdi. Aka, yaxshi gumonda bo'ling. Rizqimni Alloh peshona terim bilan berib turibdi, shukr. Ha, unda ehson qutisichi? Qarshimda tez tibbiy yordam. Yonimda dorixona bor. Ba'zida boshiga kulfat tushgan odamlar keladi. Hamma qiyin paytda yaqinlariga qo'ng'iroq qiladi. Yordam so'raydi. Imkoni borlar yordam beradi. Lekin ba'zida hech kimdan nido chiqmaydi. Shunda ularning o'rniga o'zimni qo'yaman. Oson emas. Qo'limdan kelgancha yordam beraman. Ba'zan yordam bera olmaganimda esa ichim achiydi. Shu payt biz yordam qilmasak, kim yordam qiladi, aka? Axir o'zbekchilik-ku. Uzr, noto'g'ri tushunibman. Rahmat o'g'lim. Bera qol. Rahmat. Mana aka. O'zbekchilikda. O'zbegim jon, o'zbegim